Bu yurtda hayot erta tongdan boshlanadi. Quyosh ko'tarilishidan oldin dehqonlar yerning yuragini tinglaydilar. Tuproq namligi, shamolning yo'nalishini biladilar. Bu bilim kitoblardan emas, yillardan va tajribalardan keladi. Bahorda ekin, yozda mehnat, kuzda hosil olinadi. Qishda esa yer tin oladi. Odamlar kelgusi yilga tayyorgarlik ko'radilar. Qishloqda non har kun yopiladi. Choy qaynatiladi. Bu yurtning yoshlari keksalarini e'zozlaydi. Kattaga hurmat, kichikka esa izzat ko'rsatadi. Vatan der ekanmiz, ko'zimiz oldiga birinchi navbatda ona keladi, ota keladi. Yoshligimiz, bolaligimiz o'tgan, yalang oyoq shaklda bosgan ilk o'sha tuproqlar keladi. Atrofdagi yam-yashil dalalar, uzoqdan ko'rinib turgan qorli tog'lar. Vatan bir kalima bilan tushuntirishlik qiyin bo'lgan so'zlardan biri. Vatan bu tuyg'u, vatan bu tarix, qadriyat. Bularni barchasini o'z ichiga oladigan nihoyatda bir keng va chuqur ma'nolarni anglatadi. Insonni fikri, ongi, mafkurasi, dunyoqarashi o'zgargan sari vatan tushunchasi ham kengayib boraveradi. Kim uchun faqat o'zini yashab turgan xonasi vatan, kim uchundir vatan o'sha yashab turgan o'zini uyi bilan cheklanadi. Kim uchundir faqat o'zini mahallasi, kim uchundir faqat o'zini shahri, kim uchundir o'sha yashab turgan bir mintaqa, kim uchundir butun dunyo vatan bo'ladi. Alloh taolo insoniyatni yaratishdan oldin farishtalarga buni xabarini bergan vaqtda men yer yuzida xalifa yaratmoqchiman deganda ular yer yuzida buzg'unchilik qiladigan, qon to'kadigan bir xalqni yaratasanmi? Vaholanki biz senga tasbihlar aytib, hamdlar aytib turamiz deganda Alloh taolo sizlar bilmagan narsani men bilaman dedi. Demak, Alloh taolo insoniyatga eng birinchi o'rinda vaqtincha bo'lsa ham yer kurrasini vatan qilib yaratib berdi Alloh taolo. Vatan deganda men omonatni tushunaman va mas'uliyatni tushunaman. Inson tug'ilib o'sgan yeri vatani bo'lgandan keyin insonlarga nisbatan, jamiyatga nisbatan mas'uliyatli bo'ladi. Ularga yaxshilikni xohlaydigan, yomonligini xohlamaydigan, u yerdagi yomonliklarni ko'radigan bo'lsa qaytaradigan, qo'lidan kelgancha yaxshilik qiladigan holatni tushiraman vatan deganda. Vatanni yaxshi ko'rishlik, vatanni qo'msashlik, inson vatanini tark qilib bir muddat vatandan uzoq bo'lgan vaqtdagina tushunadi. Vatanni sog'inishlik, vatanga bir muhabbat bo'lishligi insonning ichidagi bir fitriy bir his tuyg'u bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan mashhur bo'lgan, ko'pchiligingiz biladigan so'zlari ham bunga dalil bo'la oladiki, Rasululloh nima dedilar? Makkadan chiqib boryaptilar. Makkani tashlab chiqib ketyaptilar. Makkaga qarab aytgan so'zlari bor. Men seni yaxshi ko'raman. Agar qavmim meni sendan haydab quvlab chiqarishmaganida edi, men aslo seni tark etmagan bo'lar edim. Ko'ryapsizmi? Payg'ambarimiz uchun Makka ona vatan edi. Tug'ilib o'sgan joylari, yoshliklari o'tgan, butun tarixlari, xotiralari hammasi Makkada edi. Hatto Madinaga ko'chganlaridan keyin ham Makkadan yangi kelgan hijrat qilib kelganlardan Makkani qanday holda tashlab kelding deb so'rardilar. Va sahobalardan birisi men chiqqanimda shunday edi, bu tepalar sal yashillangan edi, shu daraxtlar gullagan edi deganlarda bo'ldi. Yetar, meni mahzun qilmang deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam to'xtatardilar. Demak, vatanni qo'msashlik, vatanni sevishlik, vatanni sog'inishlik bu insonning ichidagi fitriy bir
hissiyotdir. Vatandan uzoqda bo'lganda vatanni ko'proq qo'msaydi. Nimaga? Chunki unda qarindosh urug'lari bor. Biz bir narsa borda, qaranglar. Vatan deganda biz katta narsa bu. Lekin buni ichida biz aytadigan narsalarimiz hammasini Qur'ondan va hadisdan dalillari bor. Qarindosh urug'larimiz yurtimizda. Shunday ekan, qarindosh urug'larga yaxshilik qilishlikka Alloh taolo buyurdi. To'g'ri, tashqaridan ham yaxshilik qilishlik mumkin. Lekin agar siz o'sha yurtingizda bo'ladigan bo'lsangiz, ko'proq yaxshilik qilishingiz mumkin. Vatan bu so'zda sevilmaydi. Vatan, vatan deb dod faryod solib, ashulalar aytib, shiorlar, bayroqlar, vatan sevgisi bu bilan isbot qilinmaydi. Vatanni sevgisi, bilasizmi? Faqat bir narsa bilan isbot qilinadi. U ham bo'lsa sadoqat. Vatan uchun o'l demaymiz sizga. Vatan uchun joningizni bering demayapti hech kim. Vatan uchun sadoqatli bo'ling. Vatan uchun to'g'ri bo'ling. Siz balki katta amaldorsiz va yoki kichkina bir oddiy bir insonsiz. Aslo farq qilmaydi. Har kim o'zi turgan joyda, o'zini ishida, vazifasida, o'zini kasbida, hunarida vataniga loyiq bo'lishlik, vataniga sodiq bo'lishlik, vatanini va shu vatan aholisini foydasini ko'zlab ish qilishligi, bu uni qanchalar bu vatanga sodiq ekanligi, muhabbatli ekanligini dalili, isboti mana shu. Payg'ambar alayhissalom hadisda aytganlar, "Xayrun nas anfa'uhum lin-nas" deganlar. Odamlarning yaxshisi odamlar uchun eng ko'p foydasi tekkan insondir dedilar. Yurtimizga borib, misol uchun o'zbek zamonlariga, qarindosh urug'larimizga qanchalik qo'limizdan keladigan yaxshilik qiladigan bo'lsak, shuncha yaxshi. Kichkina bo'lsin, katta bo'lsin. Mana shu bizning haqiqiy sadoqatimizni bildiradi. Ya'ni odamlarga foydamiz ko'proq tegish bilan bo'ladi bu. Bir inson erta-yu kech vatan desa-da, lekin uni kuni bilan qiladigan ishi o'g'irlik bo'lsa, poraxo'rlik bo'lsa, uni qiladigan ishi topshirilgan vazifalarni ko'zbo'yamachilik bilan, qo'shib yozish bilan, aldov bilan, turli hiyla-yu nayranglar bilan o'tirgan vazifasini, mansabini suiiste'mol qilsa, bu vatanga xiyonatdan boshqa narsa emas. U og'zida har qancha muhabbatni da'vo qilsa ham, qilayotgan ishi uni xoinligiga dalolat qiladi. Demak, do'stlar, vatanga bo'lgan muhabbat bu so'zda emas, balki amalda. Katta demang, kichik demang, sizga topshirilgan vazifani ixlos bilan to'laligicha ado etishligingiz inshaalloh sizni haqiqiy vatanparvar ekanligingizni isboti bo'ladi, dalili bo'ladi. Bu yurtning bozorlari gavjum, savdo sotiq, kep qoling, op qoling, samimiy insonlar. Butun mevalar va poliz ekinlari boshqa davlatlardan emas, balki eng yaqin dalalardan keladi. Bobo dehqonlarning mehnat natijasi. Odamlar bir-birini taniydilar. Bu yurtda qo'shnichilik juda ham muhim sanaladi. Yordam so'ralmasdan avval yordam beriladi. Hamma doim bir-birining holidan xabardor bo'ladi. Ochiq qo'l insonlar qo'lidan kelgancha barchaga qo'l uzatadilar. Vatanni inson agar o'zini faqat yashab turgan uyi deb tushunadigan bo'lsa, demak uyning tashqarisi uning uchun vatan emas degani. Demak uyni tashqarisiga axlat tashlasa bo'ladi degani. Demak o'zini uyi yoki yashab turgan mahallasi pokiza bo'lsin-da, atrof nima bo'lsa bo'lsin ma'nosi tushunib qolinadi. İnsanlar bugungi kunda masalan havoni kirlatishyapti. Bilib turib, buni gunoh ekanligini bilgan holatlarida. Yo bo'lmasa o'zlari ichib turgan suvlarni bulg'ashyapti. Ya'ni buni qanday tushunsa bo'ladi? Inson o'zini vatanini faqat o'zi yashab turgan uyi emas, balki yashab turgan faqatgina davlati emas, balki o'sha mintaqani, balki dunyoni hammasini vatan deb bilishligi kerakki, o'zidan tashqaridagi bo'lgan narsaga zarar, albatta uni o'ziga ham zarar bo'lib kelishligi nima? Kutiladigan narsadir. Aniq bo'lgan narsadir. Madinada bir ustozimiz bor edilar. U kishi O'zbekistonga borib ancha aylanib kelganlar. 96-yillar taqriban. Buxoriy yurtlarida ko'rganlarim deb turib bir kitob yozganlar. Urf odatlarni ko'rib
ajoyib narsalarni yozganlar. Masalan, mehmondo'stligi, odob axloqi, kattalarga bo'lgan hurmat ehtirom, bu narsalar haqida kitob yozganlar hatto. Menimcha hurmat ehtirom bo'yicha va farosat bo'yicha xossatan o'zim masalan hozir 30 yil bo'ldiki musofirchilikda yurgan bo'lsam, to'g'risini aytaman, ya'ni o'zbek mentalitetidek, o'zbek urf-odatlaridek urf-odatga e'tibor beradigan xalqni ko'rmadim. Juda ham nozik bizdagi ya'ni urf-odatlar. Tozalikka e'tibor berish bo'lsin, hatto ba'zi bir davlatlarda bo'ldimda, misol uchun dasturxon ustidan oyoq bilan bosib o'tib ketishlik oddiy tabiiy holat hisoblanadi. Lekin bizda bu narsa tasavvur ham qilolmaydi. Oyog'i bilan bosib o'tib ketasan. Ya'ni bizda ancha baland deb bilaman. Vatanda inson emin erkin yashasa, emin erkin mana shu vatanni insonlarga omonat qilib bergan Allohga ibodat qila olsalar, emin erkin ta'lim olishlik haqqini qo'lga kiritsa, emin erkin o'z rizqini topib yeyishlik imkoniyati bo'ladigan bo'lsa, bu qanday ham yaxshi, qanday ham go'zal vatan bo'ladi. Vatanga xiyonat nima? Eng katta xiyonat men vatanim uchun nima qildim emas, vatanim menga nima berdi deb yashashlik. Faqatgina berishni, faqatgina foydalanish, faqatgina yulish mantiqi bilan yashayotgan insonlar vatanga eng katta xiyonat qilayotganlar ana o'shalar. Ona vatan deymiz. Onangiz kasal bo'lsa muolaja qilasiz, davolaysizmi? Ba'zan vatan muolajaga, davolashga, yordamlashishga, yonida turishingizga ehtiyoji bo'ladi. Ana o'sha kunda ona vatanni yonida turmas ekansiz, demak siz yolg'onchisiz. Ona vatan emas, balki siz faqatgina o'sha foyda beradigan, foyda keltiradigan, faqatgina jig'ildoni bilan, cho'ntagi bilan o'ylaydigan insonlar sirasiga kirasiz va bu eng katta xiyonat. Bu yurtda vaqt sekin o'tadi. Har ish o'z o'rnida qilinadi. Shoshilish yo'q. Davomiy va sabr bilan mehnat qilish muhim sanaladi. Bu o'lkada hayot balandparvoz gaplar bilan emas, kundalik mehnat, halollik va samimiyat bilan o'lchanadi. Bu O'zbekiston. To'g'ri hayot, samimiy insonlar va halol mehnat.